Hammaga assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bu videomizda biz qanday qilib yana Telegramda bepulga stars olishni ko'rsatib o'taman. Xo'p, buning uchun mana isbotlar ko'rsatib o'tishim mumkin. Mana 28-may kuni 4-iyun kuni 100 talik yulduz chiqarib olganmiz. Mana to'liq to'laydi. Bu oldin ham videolarda ko'rsatib o'tgan botim. Mana shundan olyapmiz mana. Hozir chiqarib ham ko'rsatib beraman. Endi hozir yana bitta bot, yangi botdan chiqarib ko'rganmiz. Mana 15 ta chiqarib olganman. Hozir bu botdan ham chiqaramiz. Ko'pchilik mana bu botdan chiqarishda muammo bo'lyapti. Mana shu savollarga javob berib o'taman. Xo'p, 5 ta do'st taklif qilishimiz kerak. Minimalni chiqarib olish uchun. Menda hozir mana 15 ta, 20 ta bor. Men 15 ta chiqarib ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'p, mana 15 tani bosamiz, mana shu holat chiqadi. Agar mana shu zaявka bergandan so'ng yana bir marta chiqarishni bossangiz mana shunaqa chiqadi. Yoki yulduz yetarli bo'lgan holatda ham mana shu qabul qilmaydi zaявkani. Buni asosiy sababi siz zaявkangiz masalan menga yulduzni tashlab bermaguncha, hadya sifatida yubormaguncha biz qaytib yulduz chiqara olmaymiz. Shuning uchun yana X chiqishi mumkin mana shunaqa kres. Endi buni qachon tashlab berishni bilmayman. Shuning uchun keyingi nimadan chiqaramiz? Botdan va botni to'liq obzorini ko'rsatib o'taman. Ikkala bot havolasi ham описаниеda bo'ladi. O'tib bemalol kirib olishingiz mumkin. Demak, mana yangi bot havola orqali o'tib start bosamiz va bizga bir ikkita kanalga obuna bo'ling deydi. Va bu yerda mana menyu bor, asosiy menyu. Bu yerda mana Zaработать звезды bo'limidan biz havola olib mana shu do'stlarimizga tarqatish orqali yulduz ishlaymiz. Hop, bu yerda zadaniyalar bor, ya'ni bu yerda robot emasligingizni isbotlang deyapti. Bu yerda mana kanallarga obuna bo'lganingiz uchun agar sizda referal yo'q bo'lsa mana bu yerda ham yulduz ishlashingiz mumkin bo'ladi. Hop, keyingisi Vesti звезды. Mana bu yerda mana shu bo'limda chiqarib olsangiz bo'ladi yulduzlarni. Minimal 15 ta chiqarib olish, maksimal 350 ta. Hop, bu yerda подписчик sotib olishingiz mumkin Telegram kanalingizga. Masalan, hozir biz obuna bo'lyapmiz. Mana bu zadaniya bo'limida. Mana shu yerga siz vazifa yaratasiz, qanchadir yulduz qo'yasiz va o'sha yulduzga sizning kanalingizga kirib obuna bo'lishadi. Bitta yulduz sotib olishingiz mumkin. Oxirgi bo'limida yulduz sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, endi asosiy yulduz chiqarishga o'tamiz. Bu to'laydimi yo'qmi? Buni isbot bilan ko'rsatib berdim to'lagani haqida. Mana hozir chiqarib ko'rsatib beraman. 15 tani ustiga bosamiz, bo'ldi. Tarjima qilib ko'rsataman. Hisobingizda pul yechib qolishini tarixini kuzatishingiz mumkin. So'rov yaratildi deyapti. Endi navbatimiz kelganda bunda mana 1 milliondan ortiq obunachi bor, foydalanuvchi. Mana shulardan nechtasidir chiqarsa, biz navbatimiz kelsa, keyin bizga tashlab beradi. 3 kun ketadimi, 4 kun ketadimi, buni bilmaymiz. Albatta buni isbotini Telegram kanalimga doim tashlab boraman. Shuning uchun Telegram kanalimni kuzatib boringlar. Videomiz mana shundan iborat edi. Hozircha tashlab bergani yo'q. Yangi botimizda mana shu holatda keladi. Mana chiqarib olganmiz. Bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tashlab bersa Telegram kanalimga albatta joylab qo'yaman.